Assalomu alaykum do'stlar. Bizlar hozir klientlarimiz uchun yana pachish shkaflarimizni zakon qilib taqal. Bu og'altinga bo'ldi. Ko'rsangiz bugun 6 qatli bu zakazimiz chiqdi. Bu ham Astana Svetdan hammasi qayta usulda zakonni bo'lik. Bunisi 2 metr, enina bo'lsa 60 sm bo'ldi. Balandligi 220 bo'ladi. Va ishlarni ko'rsatib bo'lsak, modellarimda o'zing kiymasdan turbolar bilan zakonni bo'lib chiqqan. Balandida kiyimlar saqlab qo'yasa, hamma soniyalar vakuum bol bilan uni pakaganda o'zi orqadan tartib olaveradi. Keyin bundan ishlar radioga upkon bo'lib chiqqan, radioga kiyimlarni o'z ichiga sig'diradi. Buyoqlarimiz bunda xatolarga ketganlar polkalar. Aslida o'zim shunday bir dona bilan tortmasam yengil ochib yo'g'ladi. Buyoqlardan mana shunday xatolarga ketgan kiyim taqdirlar. Va klientimiz ayba qanday bo'ldi shunda? Zakazimiz yoqdimi? Ha, zakazim yoqdi. Bo'ladi, rahmat sizlarga. Allohimiz bermasin. Bo'ladi, qanday bo'ldi? Ishonsa bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Nasihat berasizmi o'zingizdan keyin klientlarga? Ha, tavsiya qilaman hammaga. Yaxshi. Ko'nglingizdagidek xalaqqa rozi beringda zakaz etsa bo'ladi ekan. Bemalol Bestayev nomeriga telefon qilaverasiz, zakazangiz bo'lsa chat qilib bitirib beramiz.